Farzand uchun harakat qilayotgan erkaklarga men eng kerakli ma'lumotlardan birini beraman. Ushbu ma'lumotni saqlab qo'ying yoki kerakli odamga jo'natib qo'ying. Qarang, siz urug' foizini ko'paytirish uchun barcha chora-tadbirlarni qilyapsiz. Varikotseli bor dedi, uni oldirdingiz. Prostatit bor dedi, lecheniya oldingiz. Barcha dori-darmonlarni ichyapsiz, lekin urug'lar soni baribir ko'payib keta olmayapti. Unda siz kerakli bo'lgan va shart bo'lgan bitta gormonni topshirmagan bo'lishingiz mumkin. Bu gormonning nomi Ingibin B. Buni tekshirishdan maqsad moyaklarni ichidagi burama kanalchalar bo'ladi. Aynan shu burama kanalchalarni po'stlog'ida urug'lar yerdan bug'doy o'sgani kabi po'stlog'ida ham urug'lar shu kabi o'sadi. Agar po'stloq qancha yupqa bo'lsa, ingibin B ham shunchalar past bo'ladi. Agar ingibin B ko'p bo'lsa, po'sti ham shunchalar qalin bo'ladi va buni sizni keyinchalikka davolashga yoki operatsiya yoki sizni konservativ davolashingizga turtki beradi.